Deyarli barcha treyderlar bosib o'tadigan yo'l. Birinchi 5 oy. Hammasi qiziq tuyuladi. Kitoblar, kurslar, hammasini aralashtirib ishlatasiz. Har bir strategiya ishlaydigandek tuyuladi. His-tuyg'u ko'p, hayajon, qo'rquv, risk boshqarmaslik, yaxshigina xatolar, ortiqcha trade, riskni his qilmaslik. Lekin shu oylar sizga poydevor bo'lib xizmat qiladi. Qachonki shu oylardan yaxshi xulosa chiqarsangiz. Birinchi 1 yil. Endi siz tushunib trading tez pul topish emas, rivojlanish asta-sekin bo'ladi. Risk, psixologiya, jurnaling, bularni qadriga yetishni boshlaysiz. O'zingizni boshqara boshlaysiz. Sabr, intizom, kichik lotlar, xullas yaxshilana boshlaydi. Va 2-yil uyg'onish davri. Endi tradingda siz nima qilayotganingizni qisman tushunasiz. Bozor ritmini seza boshlaysiz. Yo'qotishlardan qo'rqmaysiz, chunki riskni boshqarishni o'rgandingiz. Tradingda 3-yil barqarorlikning boshlanishi. Foydalar barqarorlasha boshlaydi. Risk kontrolda, emotsiyalar minimal, bozorga ortiqcha muhabbat yo'q. Siz uchun trading bu kasb, ish, biznes kabi qaray boshlaysiz. Odamlar sizdan maslahat so'ray boshlaydi. Xullas, biznes. Tradingda 4-yil. Tabriklayman, endi bemalol kurs sotsa bo'ladigan darajadasiz. Hamma sizni biznes omadli trader deb hisoblashadi, lekin bu omad emas, 4 yillik mehnatligini faqat o'zingiz bilasiz. Qolganlar nihoyat tushunishmaydi. O'zingizning qoidalaringiz, tizimingiz bor, algoritmingiz bor. Foydalar oylik, yillik juda ham chiroyli holatga chiqishni boshlaydi. Shu holatda ham to'xtab qolmaysiz. Fokus faqat rivojlanishda bo'ladi. Siz endi kapitalni o'stirishga harakat qilasiz. Risk professional darajada ko'p narsalar o'zgaradi. Sabr, dunyoqarash, maqsadlar, hayot tarzi. Xullas, o'zim boshimni o'tkazgan hamma narsani shu real estate berishga harakat qildim. Xullas, o'zingiz ustida ishlamasangiz, rivojlanmasangiz hech nima bo'lmaydi. Bu gapim bilan sizga aql o'rgatmoqchi emasman. O'zingiz bilganingizni qiling, hammaning o'zini fikrlashi bor. Xullas, omad trader.